Bugun men pensiya oladigan har bir inson uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya indeksatsiyasi, yoshga qarab qo'shimcha to'lovlar o'sishi va qarlik pensiyasiga amalda qancha pul qo'shilishi masalasi. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nevaralariga, oilasida keksa ota-onasi bor har bir kishiga tegishli. Chunki ko'p odam pensiyasi oshganini eshitadi, lekin hisob varag'iga tushgan pulni ko'rganda. Nega menga kamroq qo'shildi? Yosh qo'shimchasi qayerda? Hamma bir xil oladimi? degan savollar paydo bo'ladi. Men bugun shu savollarga oddiy, tushunarli tilda javob beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim nozik joylar bor. Kimga avtomatik qo'shiladi? Kim ariza bilan murojaat qilishi kerak? Qaysi holatda qo'shimcha pul kechikishi mumkin? Qaysi hujjatdagi xato sabab pensioner o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmay qoladi? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot ko'plab oilalarga real yordam beradi. Avvalo pensiya indeksatsiyasi nima ekanini aniq tushunib olaylik. Indeksatsiya bu pensiyani shunchaki sovg'a sifatida oshirish emas. Bu narx-navo, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar. Kundalik xarajatlar oshib borayotgan sharoitda pensionerlarning daromadini ma'lum darajada himoya qilish mexanizmidir. Ya'ni davlat pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqadi va belgilangan foiz yoki tartib asosida oshiradi. Oldin ko'pchilik pensionerlar bir xil savol bilan murojaat qilardi. E'lon qilindi, pensiyalar oshadi deyildi. Lekin menga nega kutilgan miqdorda qo'shilmadi? Sababi shundaki, pensiya oshishi har doim hammaning qo'liga bir xil summa bo'lib tushmaydi. Kimning bazaviy pensiyasi yuqori bo'lsa, foiz asosidagi oshirishda unga ko'proq qo'shiladi. Kimning pensiyasi minimal darajaga yaqin bo'lsa, unga boshqa tartibdagi minimal kafolatlar, ustamalar yoki qo'shimcha to'lovlar ta'sir qiladi. Endi nima o'zgardi? Eng muhim o'zgarish shuki, pensiya miqdori bilan birga yoshga bog'liq qo'shimchalar masalasi ham ko'proq e'tiborga tushdi. Ya'ni pensioner ma'lum yoshga yetganda unga ayrim qo'shimcha to'lovlar yoki ustamalar belgilanishi mumkin. Bu xalq orasida yosh qo'shimchasi deb ataladi. Lekin bu yerda juda muhim jihat bor. Yosh qo'shimchasi har bir pensionerga bir xil miqdorda va bir xil shart bilan beriladi deb o'ylash noto'g'ri. Qo'shimchaning turi, miqdori va tartibi amaldagi qonunchilikka, pensiya turiga, nogironlik holatiga, parvarishga muhtojlik darajasiga, hujjatlarning to'g'riligiga bog'liq bo'lishi mumkin. Men ko'p uchratadigan holat shuki, odamlar qo'shnimga falon so'm qo'shilibdi, menga esa kamroq tushdi deb xavotirga tushadi. Lekin qo'shnining ish staji, o'rtacha ish haqi, pensiya turi, yoshi, ustamasi, nogironlik guruhi yoki boshqa imtiyozi boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l umumiy gapga ishonib qolmasdan o'z pensiya hisob-kitobingizni alohida tekshirtirish. Pensiya indeksatsiyasida birinchi e'tibor beriladigan narsa bu sizning amaldagi pensiya miqdoringiz. Masalan, bir pensioner 1 milyon 200 ming so'm pensiya olsa, ikkinchi pensioneri 2 milyon 100 ming so'm olsa, oshirish foiz bilan bo'lganda ularga qo'shiladigan summa tabiiy ravishda bir xil chiqmaydi. Agar shartli ravishda 10% oshirish bo'lsa, birinchisiga 120 ming so'm, ikkinchisiga 270 ming so'm qo'shiladi. Shuning uchun hamma pensionerga bir xil pul qo'shiladi degan gap ko'pincha noto'g'ri tushunchadan kelib chiqadi. Ikkinchi muhim masala pensiya turi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa yoki boshqa to'lovlar bir-biridan farq qiladi. Ularning hisoblash tartibi ham, qo'shimchalar ham har xil bo'lishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya oluvchi kishi uzoq yillar ishlagan bo'lsa, ish staji va o'rtacha ish haqi uning pensiyaga ta'sir qiladi. Nogironlik pensiyasida esa nogironlik guruhi, tibbiy xulosa, muddatli yoki muddatsiz belgilangan holatlar muhim bo'ladi. Uchinchi masala, yoshga oid qo'shimcha hamma vaqt avtomatik sezilavermaydi. Ba'zi to'lovlar tizimda avtomatik qayta hisoblanishi mumkin. Lekin hujjatda tug'ilgan sana xato kiritilgan bo'lsa, pasport ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, pensiya yig'ma jildida eski ma'lumot qolgan bo'lsa yoki shaxsiy ma'lumotlar boshqa bazalar bilan mos kelmasa, qo'shimcha pul kechikishi mumkin. Shuning uchun men har doim pensionerlarga va ularning farzandlariga aytaman. Faqat pul tushishini kutib o'tirmang. Bir marta o'z ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'ying. Birinchi misol. Xolida opa 60 yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi indeksatsiyadan oldin 1 milyon 600 ming so'm edi. Pensiya oshirilgach, unga foiz asosida qo'shimcha qo'shildi va pensiyasi masalan 1 milyon 706 ming so'mga yaqinlashdi.
Qo'lida opa, televizorda katta oshdi deyishdi. Nega menga faqat shuncha qo'shildi deb hayron bo'lishi mumkin. Bu holatda sabab oddiy. Oshirish uning amaldagi pensiya bazasidan hisoblangan. Ya'ni kimning boshlang'ich pensiya qancha bo'lsa, qo'shimcha ham shunga bog'liq bo'ladi. Ikkinchi misol. Karim ota vaqtim yoshga to'lgan. U oddiy pensiya oladi, lekin yoshi katta bo'lgani uchun qo'shimcha to'lov masalasi paydo bo'ladi. Agar amaldagi tartib bo'yicha uning yosh toifasiga ustma belgilangan bo'lsa, bu alohida hisobga olinishi kerak. Lekin Karim otaning eski pasporti almashtirilgan, yangi ID karta ma'lumotlari pensiya bo'lim bazasiga to'liq tushmagan. Natijada pul bir oy kechikishi mumkin. Bu yerda pensioner aybdor emas, lekin muammoni hal qilish uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni yangilab qo'yish kerak. Uchinchi misol. Zaynab oyoq boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi, lekin o'zi ham pensiya yoshida. U qarlik qo'shimchasi menga ham tushadimi deb so'raydi. Bu savolga javob hujjatlar va to'lov turiga bog'liq. Chunki bir vaqtning o'zida bir nechta to'lovni to'liq olish mumkin bo'lmagan holatlar bor. Ayrim hollarda fuqaro o'zi uchun foydaliroq to'lov turini tanlashi kerak bo'ladi. Shuning uchun bunday vaziyatda uyda taxmin qilib o'tirmasdan rasmiy hisob kitobni so'rash kerak. 4-misol. Rustam aka 63 yoshda yaqinda pensiyaga chiqqan. U ish stajining bir qismi eski korxonada o'tgan, lekin mehnat daftarchasida murxira. Ayrim yillar bo'yicha arxiv ma'lumotlari to'liq emas. Pensiyasi hisoblangan, lekin u o'ylagandan kam chiqqan. Keyin indeksatsiya bo'lganda ham kamroq qo'shilgandek tuyuladi. Aslida asosiy muammo indeksatsiyada emas. Boshlang'ich pensiya hisobida bo'lishi mumkin. Agar staj to'liq kiritilmagan bo'lsa, pensiya bazasi past bo'ladi. Bazasi past bo'lsa, keyingi oshirish summasi ham past chiqadi. Menimcha, eng avvalo pensiyasi juda kam chiqqan. Lekin ish staji ko'p bo'lgan odamlar o'z hisob kitobini tekshirtirish kerak. Chunki bunday holatda biror ish davri kiritilmay qolgan. Ish haqi ma'lumotnomasi hisobga olinmagan yoki hujjatdagi xato sabab pensiya kam belgilangan bo'lishi mumkin. Ayniqsa Sovet davrida kolxoz, zavod, qurilish, tibbiyot, ta'lim, savdo yoki mavsumiy ishlarda ishlagan fuqarolarda arxiv ma'lumotlari bilan bog'liq masalalar ko'p uchraydi. Ikkinchi xavotir guruhi bu yoshi katta, ayniqsa 75-75 yoshdan oshgan pensionerlar. Ular ko'pincha idora yurishga qiynaladi. Telefon orqali ham aniq javob ola olmaydi. Farzandlari esa pensiya o'zi tushyapti-ku deb e'tibor bermay qo'yadi. Lekin aynan shu yoshdagi odamlar uchun qo'shimcha to'lovlar, parvarish bilan bog'liq masalalar, nogironlik yoki tibbiy ko'rik asosidagi ustamalar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh bu nogironligi bor pensionerlar. Bu yerda pensiya indeksatsiyasidan tashqari nogironlik guruhi, tibbiy komissiya xulosasi, qayta ko'rik muddati, parvarishga muhtojlik kabi omillar bor. Agar qayta ko'rik muddati o'tib ketgan bo'lsa yoki ma'lumot tizimga vaqtida tushmagan bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Shuning uchun tibbiy hujjatlar va pensiya hujjatlari bir-biriga mos bo'lishi shart. 4-guruh bu boshqa hududga ko'chib o'tgan pensionerlar. Masalan, fuqaro viloyatdan Toshkentga yoki bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, pensiya ishi ko'chirilganmi? Bank kartasi faolmi? Yashash manzili to'g'rimi? Bu masalalar tekshirilishi kerak. Ayrim hollarda pul bor, lekin texnik sabab bilan vaqtida tushmay qoladi. Agar pensionerning hujjatlari to'liq bo'lsa, pensiya muntazam tushayotgan bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilangan bo'lsa, tug'ilgan sana to'g'ri kiritilgan bo'lsa va hech qanday imtiyozli holat bo'lmasa, indeksatsiya odatda avtomatik hisoblanadi. Bunday vaziyatda har safar alohida ariza yozish talab qilinmasligi mumkin. Lekin men baribir bir narsani maslahat beraman. Yiliga kamida bir marta pensiya miqdori bo'yicha ma'lumotnoma olib, o'z hisobingizni ko'rib chiqing. Chunki odamlar ko'pincha faqat qancha pul tushdi degan joyga qaraydi. Aslida esa pensiya tarkibi muhim. Asosiy pensiya qancha, ustama bormi, kompensatsiya bormi, qo'shimcha to'lov bormi, ushlab qolish bormi? Masalan, kommunal qarz, aliment, sud qarori yoki boshqa majburiy ushlanmalar bo'lsa, qo'lga tegadigan summa kamayishi mumkin. Pensioner esa buni menga indeksatsiya qo'shilmadi deb tushunadi. Eng ko'p uchraydigan nozik jihat bu e'lon qilingan oshirish bilan qo'lga tushgan pul bir xil bo'lmasligi. Sababi pensiya bir nechta tarkibiy qismdan iborat bo'lishi mumkin. Ayrim qo'shimchalar indeksatsiya qilinadi. Ayrimlari esa belgilangan miqdorda qolishi mumkin. Ayrim to'lovlar foiz bilan oshadi, ayrimlari minimal miqdor bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun umumiy xabardagi raqamni olib,
o'z pensiyangizga to'g'ridan to'g'ri qo'shib qo'yish har doim ham to'g'ri natija bermaydi. Ikkinchi nozik jihat bu kechikkan to'lovlar. Agar pensionerga qo'shimcha ma'lum sanadan boshlab belgilanishi kerak bo'lsa, lekin texnik sabab bilan kechikkan bo'lsa, ayrim hollarda o'tgan oylar uchun qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Biroq buning uchun asos bo'lishi kerak. Hujjat, ariza, tizimdagi sana, tibbiy xulosa yoki pensiya bo'limining qarori. Shuning uchun menga o'tgan oydan beri qo'shilishi kerak edi degan gapni og'zaki aytishning o'zi yetarli emas. Buni yozma murojaat orqali rasmiylashtirish kerak. Uchinchi nozik jihat bu bank kartasi. Ba'zan pensioner pensiyam kamaydi deydi. Lekin tekshirilganda bank kartasida xizmat haqi, qarzdorlik, blokirovka, muddati tugagan karta yoki boshqa texnik holat bo'ladi. Pensiya jamg'armasi pulni o'tkazgan, lekin bank tomonidan muammo chiqqan bo'lishi mumkin. Shuning uchun tekshiruvni ikki tomondan qilish kerak. Pensiya bo'limidan ham, bankdan ham. To'rtinchi nozik jihat bu ishonchnoma orqali pensiya olish. Keksalar ko'pincha farzandiga yoki qarindoshiga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin. Lekin ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlar o'zgargan bo'lsa yoki bankda qo'shimcha tasdiq talab qilinsa, to'lovni olishda muammo bo'ladi. Pensionerning o'zi buni bilmaydi. Keyin pensiyam to'xtab qoldi deb xavotirga tushadi. Beshinchi nozik jihat bu doimiy yashash manzili va vaqtincha ro'yxat. Pensiya hujjatlarida manzil noto'g'ri bo'lsa, rasmiy xatlar, chaqiruvlar, qayta ko'rik yoki qo'shimcha ma'lumot talablari pensionerga yetib bormasligi mumkin. Ayniqsa nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq holatlarda bu juda muhim. Endi eng kerakli qismiga o'tamiz. Pensioner va uning yaqinlari nima qilish kerak? Men buni oddiy tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam pensiya miqdori bo'yicha rasmiy ma'lumot oling. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ma'lumotni tekshirasiz. Maqsad faqat qancha tushyaptini bilish emas, balki pensiya tarkibini ko'rish. Asosiy miqdor. Qo'shimcha, ustama, qayta hisob-kitob ushlab qolishlar. Ikkinchi qadam shaxsiy ma'lumotlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSSHIR, tug'ilgan sana, familiya, ism, otasining ismi, yashash manzili to'g'ri kiritilgan bo'lishi kerak. Ayniqsa ayollarda familiya turmushga chiqqandan keyin o'zgargan bo'lsa, eski hujjatlar bilan yangi hujjatlar orasida farq bo'lishi mumkin. Bitta harf xatosi ham ayrim bazalarda mos kelmaslik keltirib chiqaradi. Uchinchi qadam. Ish stajini tekshiring. Agar siz yoki ota-onangiz uzoq yillar ishlagan bo'lsa, lekin pensiya kam chiqqan bo'lsa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, harbiy xizmat, bola parvarishi davri, o'qish yoki boshqa hisobga olinadigan davrlar to'liq kiritilganmi? Shuni aniqlang. Men amaliyotda ko'p ko'rganman, bitta korxonadagi 5 yil staj kiritilmay qolsa, pensiya sezilarli darajada past chiqishi mumkin. 4-qadam. Yosh qo'shimchasi bo'yicha alohida savol bering. Pensiya bo'limiga borganingizda menga pensiya oshdimi deb umumiy so'ramang. Aniq so'rang. Mening yoshim bo'yicha qo'shimcha to'lov yoki ustama nazarda tutilganmi? Agar nazarda tutilgan bo'lsa, qaysi sanadan boshlab hisoblanadi? Hujjat topshirishim kerakmi yoki avtomatik hisoblanadimi? Ana shunday aniq savollar aniq javob olishga yordam beradi. 5-qadam yozma murojaat qiling. Agar sizga og'zaki javob noaniq bo'lsa, albatta yozma ariza qoldiring. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Mening pensiya miqdorim indeksatsiya natijasida qayta hisoblangan summa. Yoshga oid qo'shimcha to'lovlar va mavjud ustamalar bo'yicha rasmiy tushuntirish berishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi hujjat, bank rekvizitlari, kerak bo'lsa mehnat daftarchasi va boshqa hujjatlar nusxasini ilova qilasiz. 6-qadam javobni saqlab qo'ying. Ko'pchilik ariza beradi, og'zaki javob oladi, keyin hujjat qolmaydi. Men esa har doim aytaman, rasmiy javobni saqlang. Chunki keyin qayta hisob-kitob, shikoyat yoki yuqori tashkilotga murojaat qilish kerak bo'lsa, aynan shu javob asos bo'ladi. 7-qadam, agar xato bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qiling. Masalan, pensiya bo'limi sizning ish stajingizning bir qismini hisobga olmaganini aniqladingiz. Yoki yosh qo'shimchasi belgilanishi kerak bo'lgan sandan keyin qo'shilgan. Bunday holatda qayta hisob-kitob qilib berishingizni so'rayman deb yozma murojaat qilasiz. Agar haqiqatan xato bo'lsa, tuzatish kiritilishi va tegishli summa qayta hisoblanishi mumkin. 8-qadam. Farzandlar ota-onasining pensiyasiga befarq bo'lmasin. Ko'p keksalar o'z huquqini so'rashga tortinadi. Boramiz desak urushib beradi.
hujjat tushunmayman, shu ham yetadi deb jim yuradi. Lekin pensiya bu sadaqa emas. Bu insonning yillar davomida qilgan mehnati, qonun bilan belgilangan huquqi. Farzandlar oyiga bir marta bo'lsa ham ota-onasining kartasiga qancha tushgani, ushlanma bor yo'qligini. Pensiya oshganda to'g'ri qo'shilgan, qo'shilmaganini tekshirish kerak. Qaysi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, mehnat daftarchasi. Arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank karta rekvizitlari, ishonchnoma bo'lsa, uning nusxasi kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi. Shuning uchun oldindan telefon qilib yoki elektron xizmat orqali aniqlashtirib olgan yaxshi. Men yana bir muhim maslahat beraman. Ijtimoiy tarmoqlardagi hamma pensionerga falon so'm tarqatiladi. Ariza bermagan ola olmaydi. Bugun oxirgi kun degan vahimali xabarlarga darrov ishonmang. Pensiya bo'yicha asosiy ma'lumot rasmiy manbalardan olinadi. Agar xabar juda shov-shuvli bo'lsa, lekin unda qaror raqami sana, mas'ul tashkilot yoki aniq tartib ko'rsatilmagan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Ko'pincha firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Karta raqami, SMS kodi, shaxsiy ma'lumot so'raydi. Hech qachon SMS kodini, bank ilovasi parolini, karta PIN kodini hech kimga aytmang. Pensiya qo'shilishi uchun sizdan telefon orqali maxfiy kod so'rashmaydi. Xulosa qilib aytaman. Pensiya indeksatsiyasi pensiya miqdorini oshirish mexanizmi. Yosh qo'shimchalari esa ayrim pensionerlar uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan ustama yoki qo'shimcha to'lovdir. Lekin qancha qo'shilishi har bir odamda bir xil bo'lmaydi. Bunga pensiya turi, amaldagi pensiya miqdori, ish staji, yosh, hujjatlar holati, nogironlik yoki boshqa imtiyozlar ta'sir qiladi. Sizning vazifangiz oddiy. Pensiyangiz tarkibini tekshiring, hujjatlaringizni to'g'rilang, yoshga oid qo'shimcha bor yo'qligini aniq so'rang. Kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Ayniqsa ota-onangiz, buvingiz yoki bobongiz yoshi katta bo'lsa, ularga yordam bering. Chunki ba'zan kichik hujjat xatosi sabab inson oylar davomida o'ziga tegishli pulni ola olmay yuradi. Kommentariyada yozing. Sizda pensiya oshganidan keyin qancha qo'shildi? Yosh qo'shimchasi bo'yicha savolingiz bormi? Qaysi hududdansiz? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring.